Bola haqida biza bilib qolgan sekretlar part 1. Agarda yigitinglar soat 9:10 da "Bo'pti jonim, men uxladim, yaxshi dam ol" desa, bilinglar uxlamayotgan bo'ladi. Qatta bo'ladi. A u chort 9 ta darmayet o'rtog'i bilan 5 ga 5 kontur o'ynayotgan bo'lar ekanda. Bilakim, menga qara, g'ilbidda. Rozi emasman. Qizlar bilasizlarmi, meniki undan ham cho'tka. Ana Sardor bor-ku, storiesi bor-ku zaldagi. Ha, tako kachop bo'lib tushgan. Da. Mashinadagilari bor-ku. Ana bo'vadagi. Da. Chopilgan ekanda o'zi. Ana bor, bolalar bizada. Sendan boshqasi ko'zimga ko'rinmaydi. Senga uylanaman, faqat seni sevaman deydiganlar bor-ku. O'qimayapsizlar, uylanmaydi. Uylanmaydi, aldiydi, 100% aldiydi, 100%. Qo'shilaman, fakt bu. Ana Oybeydagi o'zidan kurto yasab olgan bolalar bor-ku. Birinchidan, ular o'zicha kofe ichib turadi, lekin bu kofe emas. Oddiy kipitok. Ikkinchidan, bu kipitokka ham pulni o'rtog'idan olishadi. Uchinchidan, ular suyanib turadigan mashina bor-ku. O'sha rentkar. Voy, fantaziya qilishiga o'lib qolamanmi bularni? Agar yigitinglar mashinasida rasmga olingan gulni istoriyasiga qo'yib, sizlar undan so'raganinglarda, "Jonim, kimga bu?" deysizlar-yu misol uchun. O'shanda "Onamga edi hayotim" desa, bilinglar onasiga emas, Kenayishkasiga. 100% aldayapti. Ana yigitlarning podpiskasidagi Fitfilonda qarindosh qizlari bor-ku, tog'asi, amakisi. hech qanaqa amma, xola, tog'a, amakivachani qizi emas. Agar siz yigitingiz bolalar bilan to'qqa ketaman desa, sizlar ishonasizlarmi shunga? Ha, qayerga ishonamiz? Tolkalar bilan ular ketadi. Nima? Ana. Ey bola, sizlarni oldinglarda sumkamiz ko'tarmaydigan og'ayninglar bor-ku. Sizlar yo'g'inglarda shunaqa ko'taradi. Sumkaga qo'shib o'zimizni ham ko'tarib yurishadi. Xarakterimizni ham ko'tarishadi. Gapimizni ham ko'tarishadi. Ko'tarmay ko'rsinamchi. Qizlar, biz sizlarning podдержкалariga ishonamiz. Agarda shu video 1000 ta like, 200 ta komment yig'sa, ikkinchi partda ko'rishamiz sizlar bilan. Qolib ketgan gap so'zlar bo'lsa, yozib ketinglar. Xayr! Hayla xomi, o'tirgan joyimiz shu, yegan ichgan.